Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ramazon menyuyingizdan aniq joy egallaydigan qatlamanni retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bir marta tayyorlab ko'rsangiz aniq rahmat deysiz. Iliq suvimizga tuz, ozgina o'simlik yog'i qo'shganim ko'rinmoqda. Un solib, qattiq xamir qurib olamiz. Xamirimizni tindirib qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlaymiz. Ko'k piyozlarimizni maydalab to'g'rab olamiz. Birinchi marta tayyorlab ko'rishim, lekin tayyorlashga mehnatingizga arziydigan narsa ekan. Men ko'k piyozdan qildim. Sizlar oddiy piyoz ishlasangizlar yoki o'zini qilib ko'rsangizlar ham bo'ladi. Xamirimni tinib turgan xamirni ikkiga bo'lib olib, katta qilib yoyib oldim. Yo'lim shovqin, ko'chada azvochka qilyapman. Yo'llaydim. Katta qilib yoyib oldim. Xamirlarimizni yoyib olib, ichiga margarin surtib oldim. Margarinni yaxshilab surib, ozgina qotirib olib, qotirib olganimdan so'ng ko'k piyoz bilan zelilarimni ichiga solib olib, zich qilib o'rab oldim. Videoim rosa cho'zilib ketibdi. O'ralgan xamirimizni o'rtasidan bo'lib yana o'rab chiqdim. Xuddi shu xamirni 3 ga bo'lib oldim. Xohlasangizlar buni polfabrikat qilib, qotirib qo'yib, ertalab saharlikka ham olib ishlasangizlar bo'ladi. Men hozir hammasini pishirib ko'rdim. Probaga ikkitasini duxovkada ham pishirib ko'rdim, lekin duxovkada pishirgani ozgina qattiqroq bo'lar ekan. Undan ko'ra tovada pishirganingiz yaxshi. Ikkita zuvalamdan 6 dona qatlamalarimiz chiqdi. Endi past olovda tovada ikkita yuzini qizarguncha qovurib oldim. Shunaqa go'zallik chiqyapti. Ishoningizlar, rosa ham yumshoq, yeyishli, rosa ham yaxshi, og'izga yoqadigan narsa bo'lar ekan. Ramazonda og'zacharlarga yoki ertalabki saharliklaringizga qilib yeb ko'rishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga rahmat. Like, kommentariya, podpiska bosishga esingizlardan chiqarmanglar.